Don ziki. Va yutqizdim. Men obzor boshlar ekanman, mayli. Tanishing, IP domofon Hikvision. Bugungi obzorimizda IP domofon komplekti. Komplektning ichiga kiradi uzunli panel, monitor, elektrik mexanik zamonka. Azirga bu bilan buni nima farqi bor? Bu uzunli bilan bu uzunli farqi bu uzunlida 2 megapiksellik kamera, tunda uy raqamini yoritish uchun chiroq, plastik karta, prava, pasport ID karta, digitallar bilan ochsa bo'ladigan funksiyasi bor. Bu-chi, bu nima? Bu bizning ajoyib monitorimiz. Buni telefonga ulab bemalol uyingizga kelgan odamni masofadan ko'rsangiz bo'ladi. Oy, og'ir ekan. Bu nima bu? Bu eshikni masofadan ochish uchun elektromexanik zamok. Tasavvur qiling, uyingizga ayolingiz yoki farzandlaringiz kelib qoldi, ularda kalt bo'lmasa, siz eshikni masofadan turib ochib bersangiz bo'ladi. Keyingi obzorlarda kim chiqishini xohlaysizlar? Kommentariyaga yozing.